navbatdagi mehmonimizni taklif qilsak, ular ham ijodkor, ularda ham bahoriy jo'shqinlik bor, ularda ham o'sha ishq bor, dard bor, xullas hammasi topiladi. To'ppa-to'g'ri. Demak, xushovoz xonanda Sultonbek Xudoyberganovni studiyamizga mamnuniyat bilan taklif qilamiz. Marhamat. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalambor assalomu alaykum. Aynai jahon orqali bizni tomosha qilib turgan aziz yurtdoshlarimiz. Sizlarni sog' salomat ko'rib turganimizdan xursandmiz. Biz ham sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Haqiqatan ham. Bugun ko'pchilik kutgan, ko'pchilik sog'ingan insonlar mehmonimiz bo'lishyapti. To'ppa-to'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Sultonbek Xudoyberganovni shoirga muhtoj bo'lmagan xonanda deb qo'ysak ham bo'ladi. Alohida ta'rif. Chunki o'zlari yozadi. Haqiqatan agar ijodkor sifatida to'g'risi men qalami yaxshi deb bilaman, qalami o'tkir deb bilaman. Chunki yo'q narsani topadilar. Odamning xayolida yo'q narsani kerak bo'lsa, o'sha narsadan ilhomlanib odam ham yozishi mumkin-da. Shu o'zlari yozadi, shu nonimizni yarim qiladi deb ham qo'ymadingiz ortida. Chunki karvon bir rizq. Bastakorga non qolarmikan? Noni bormi bastakorni? Yo'q, endi bastakor ham o'zim. Noni butun ijodkori. Salomat bo'ling Sultonbek. Endi har kimga har xil iste'dod beriladi. Bu iqtidor, istedod, talant ilohiy narsa-da bu. Endi she'r yozaman desangiz ham yozolmasligingiz mumkin. Albatta. Shu men o'zim yozaman, shu o'zim qo'shig'imni, she'rni o'zim bastalayman desangiz ham kelmasa baribir foydasi yo'q. Ikromjon qarang-da, mana Nargizaxon hozir o'zi bastakor, o'zi yozadi, o'zi aytadi, o'zi eshitadiganlar ham bor. Lekin Sultonboy hamma eshitadi. Biz ham eshitsak bo'lar ekan unaqada. Albatta, hayot borasidagi mavzusidagi qo'shiqlar ham bor-da ijodingizda, to'g'rimi? To'g'ri. Shu haqida suhbatlashsak, mana shu qo'shiqni eshitsak, yaratilishi borasida bir fikrlashsak. Bo'ldi. Bu hayot qo'shiqimiz bir 20 yillar oldin yaratilgan. 3 yil mobaynida yozganman buni. 2003-yilda yozib boshlagan bo'lsam, 2006-yilda aranjovkaga berib, studiya ishlarida qilib, keyin menimcha 2008-yilda shu Sardar Ahmadxon rejissyorligida klip olindi. Xalq yaxshi kutib oldi deb o'ylayman. Shu bizni yana bir qadam oldinga siljitgan qo'shiq deb bemalol aytsam bo'ladi shuni. Xayriyat, rejissyorga nom beribsiz. Hech bo'lmaganda. Yo, aktyorlarga ham berdim. Ulashibsiz bu safar. Menimcha juda ham omadli chiqqan qo'shiq va uni bugungi kunda o'g'lingiz ham qayta kuyladi va oldingi dasturlarimizda agarda teletomoshabin esida qolgan bo'lsa, Shahzod Sultonni taklif qilgan edik. Bu ijro ham juda qayta boshqacha kuylangan va endi uni ilk ijrochisidan eshitish ham menimcha juda ham boshqacha bo'ladi. Keling, ayni paytda mana shu qo'shiqni teletomoshabin e'tiboriga taqdim etsak. Marhamat, studiyamiz markaziga taklif qilamiz. Xushovoz xonanda Sultonbek Xudoyberganov kuylaydi. Hayot qo'shig'i birga eshitamiz, marhamat. Hayot imtihon, hayot sinovdasan umrbod. Kimlarni baxt ko'rgan, kimlarning baxti barbod. Hayot imtihon, hayot sinovdasan umrbod. Kimlarni baxt ko'rgan, kimlarning baxti barbod. Pastu baland bu yo'llar bir tekis yurmak qiyin. Kim yig'lab kimlar kular, hayot qimordek o'yin. Pastu baland bu yo'llar bir tekis yurmak qiyin.
kim yig'lab kimlar kular hayot qimordek o'yin nogoh yiqilsang agar g'iybat qilguvchilar ko'p mol davlat topsang agar xabar olguvchilar ko'p nogoh yiqilsang agar g'iybat qilguvchilar ko'p mol davlat topsang agar xabar olguvchilar ko'p hayot imtihon hayot sinovda sen umrbod kimlarni baxt kulgan kimlarning baxti berbod hayot imtihon hayot berilmagan umrbod shu 5 kunlik hayotda barchamiz bo'laylik shod kimlarning ko'zida yosh kimlar yurargi bosh chidaganga chiqargan kimlar qiladi bardosh oy 15 qorong'u 15 yorug' bo'lar o'chmasin umid tuyg'u bir kun kelib baxt kular hayot imtihon hayot berilmagan umr bor shu 5 kunlik hayotda barchamiz bo'laylik shod hayot imtihon hayot sinovda sen umrbod kimlarning baxti kulgan kimlarning baxti berbod hayot imtihon hayot berilmagan umrbod shu 5 kunlik hayotda barchamiz bo'laylik shod hayot imtihon hayot sinovda sen umrbod kimlarni baxt kulgan kimlarning baxti berbod hayot imtihon hayot berilmagan umrbod shu 5 kunlik hayotda barchamiz bo'laylik shod Rahmat. Sultonboy Xudoyberganov ular ijodidan o'rin olgan va ko'plab muxlislarni xushnud etgan, dildan joy olgan qo'shiqni kuyladilar. Hayot imtihon hayot. Va bu qo'shiqni tinglagan tinglovchi fikrlaydi, o'ylaydi, mushohadaga boradi. Hayot imtihon ekanligi, hayot qisqa ekanligini, har bir ondan, har bir daqiqadan unumli foydalanish kerak ekanligi, har bir kunini vatanga, xalqqa, yurtga xizmat qilishga sarf qilish kerakligini, yaxshilik, ezgulik ishlariga hamisha bosh-qosh bo'lish kerakligini o'ziga bir dasturul amal sifatida oldiga maqsad qilib qo'yadi desak adashmaymiz. Aslida san'atni, madaniyatni hissasi, maqsadi ham shuda, insonni, tinglovchini hamisha ezgulikka, yaxshilikka chorlash, to'g'rimi? Albatta. Sultonboy aka, xayolimdan juda ko'p narsalar o'tdi-da. Menimcha mana shu qo'shiqni tinglagan insonni xayolidan sizni emas, aksincha o'zini boshidan o'tgan sinovlar, og'ir kunlar va ularni yengish jarayoni baribir ko'z oldidan o'tar ekanda, juda uzun lenta bo'lar ekan. Menimcha bu she'rni yozishingizga sabab bo'lgan holat ham bor, shunchaki yozilmagan. Chunki tinglovchiga ham, ijrochiga ham birdek ma'qul kelyapti-da. Bugun mana 20 yildan ortiqroq vaqt o'tgan bo'lsa-da, baribir yuraklarimizga boshqacha ta'sir qilyapti. O'sha sir bo'lmasa, agar hech kimdan yashirmasangiz, sabab bo'lgan holat haqida so'ramoqchi edim. Bu she'rni yozilishiga. Albatta bir holat sabab bo'ldi.
shuni 20 yil oldina qo'shiq chiqqanidan hech kim aytmayman shuni. Bugun Faqat aytamiz, o'zim bilaman, yurakim biladi. Shuning uchun 20 yil saqlanvajimi yana aytmayman. Yanasiga Hozir aytadi deb tursam, qachon ochamiz bu usulni? Yoki aytilmaydimi? yana bir 20 yil kerak a. Yo'q, ekran majburlashda boshqa usuli bor. xo'sh. Menimcha keyingi gal ko'rsatuvimizda bir qo'shiq tarixi sahifasi bor-ku. Ana o'shanda majburan so'rab olamiz. Mana bilib olishni yo'li. Shunaqa qo'shiqlar bor, agar sir ochilsa yashashdan to'xtaydi u. Sizda ham bor shunaqa sirlar. Shunaqa narsalar bor. U yashashdan to'xtaydi.